Azimov Media Group представляет. Assalomu alaykum. Bugungi o'quv markazimizning bugungi mehmoni 27-maktab direktori Hakima Gulandon. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalo taklif uchun rahmat. Sizga birinchi savolim, o'zingiz kim va o'quv markazingiz haqida gaplashsak, nima uchun aynan o'quv markazingizning nomi Piramid? Rahmat. Meni ismim Yoqubjon. Meni asosiy ishim Isxatada. Piramid o'quv markazining vakiliman. Piramid o'quv markazi asoschilari Husniddin ustoz va Madina muallima ularga alohida rahmat mehnatlari uchun. Bu o'quv markazi 1 yildan ko'proq faoliyat olib bormoqda. Piramid bu mustahkam poydevor, yuqoriga harakat va albatta natija degani inshaalloh. Bir gap borku, vaqt hamma narsani yemiradi, lekin Misr ehronlari vaqtni yemiradi degan narsa. Juda ham ajoyib nom. Albatta kelajakda siz bilan hamkorlikni davom ettiramiz. O'quvchilarimiz albatta sizni o'quv markazingizga kelib, tillarni o'rganib, savodlarini juda ham yana ham mustahkam qilishsa biz xursandmiz. Va yana savolim sizga, hozirgi kunda juda ham o'quv markazlari ko'p. Sizlarda masalan qanaqa tillar o'rgatiladi, qanaqa fanlar o'rgatiladi? Bizda ham ingliz tili, koreyskiy, kitayskiy tillar, ximiya, biologiya, shaxmat, kompyuter va IT kurslarimiz bor. Lekin bizni yo'nalishimiz sal boshqacharoq. Biz avval o'quvchining shaxsiyatini rivojlantirishga qaraymiz. Biz bolalarni imtihon uchun tayyorlamaymiz, balki hayot uchun tayyorlaymiz. Masalan, ingliz tilini bilish juda yaxshi, lekin buni o'zi yetarli bo'lganida hamma ingliz tilini bilgan odamlar muvaffaqiyatli bo'lardi. Shuning uchun bolalarni tanlagan sohasi bilan parallel ravishda shaxsiyatini rivojlantirishga harakat qilamiz. Albatta, rostini aytsam bu savol meni ham ko'p o'ylantiradi. Chunki hozirgi ota-onalar ham adashib qolyaptimi? Kimdir ingliz tili desa, boshqasi IT deydi. Kimdir diplom muhim desa, boshqasi sun'iy intellekt deyishadi-da. Shunga qanday qaraysiz? Bu juda yaxshi savol bo'ldi. Hozirgi kunda hammani shu savol qiziqtiradi. Shuning uchun biz markazimizda Let's Group tashkil qilganmiz. Bu Let's Group nima degani? Liderlik, etika, texnologiya va fanlar. Bu guruhda komanda bilan ishlashni, komandani boshqarishni, bola o'z maqsadiga yetishni, o'z fikrini bayon qila oladigan bola bo'lishni, vaqtini boshqarishni, time managementni o'rganadi, finansiy gрамотностьni o'rganadi. Ko'p odamlar hozir pulni topadi, lekin uni sarflashga kelganda yo boshqarishga kelganda qiynaladi. Birinchi o'rinda liderlik bo'lgandan keyin ikkinchi o'ringa biz etikani qo'ydik. Bizning asosiy fundamentimiz intizomga bo'ladi. Intizomga qurilgan bo'ladi. Qancha yoshlarimiz o'zlarini va intizomlarini tartibga keltirishni tushungunlaricha umrlari o'tib ketib qolyapti-da. Shuning uchun biz asosan intizomni asosiy fundament deb ko'ramiz. Keyin liderlik bilan intizom bo'lgandan keyin texnologiya va fanlar unga qo'shiladi, Let's tashkil bo'ladi. Bola shunda shaxsiyati rivojlanadi deb hisoblaymiz. Albatta, hozir juda ham muhim farzandlarimizning intizomi. Mana shu narsalarni o'rganish uchun ham alohida bola pul to'lashi kerakmi sizlar? Yo'q, bu biz buni o'quvchilarimizga haftada bir marta qo'shimcha bepul dars o'rgatamiz. Yana savolim, men o'zim shu sohada ta'lim sohasida bo'lganim uchun ko'p o'quvchilar bilan suhbat qilaman. Bolalarda shunaqa fikr borda. Hozir internetda ham hamma narsani bepul o'rganish mumkin. Shunga sizning fikringiz qanaqa? Internetda mustahkam bilim ola oladimi? To'g'ri, bugungi kunda internetda ma'lumot juda ko'p, lekin ma'lumot yo'qligi problema emasda, muammo emasda. Tartib yo'qligi, intizom yo'qligi, yo'nalish yo'qligi yo balaga muhit yaratib berisha olmaydi, shu narsani yo'qligida. Masalan, YouTube'da minglab ingliz tilida kurslar bor yoki IT darslari haqida kurslar bor, lekin hamma kuchli mutaxassis bo'la olmaydi YouTube'dan ko'ribdi. Chunki insonda motivatsiya yo'qoladi, nimadan boshlashni bilmaydi, yolg'iz qoladi, davom ettira olmaydi. Sizlar faqat kuchli o'quvchilarni olib, faqat kuchlilar bilan ishlaysizlarmi yoki
masalan kuchsiz o'quvchilar bo'ladi, ba'zi bir mana bizning tajribada ba'zi bir fanlarni, masalan tillarni o'zlashtirishga qiynalayotgan o'quvchilar bo'ladida, ana shular bilan qanday ishlar olib borasizlar? Yo'q, biz faqat kuchli bolalarni olmaymiz. Biz ishonamizki, har bir bolaning o'zini potensiali bor. Ko'pincha muammo noto'g'ri muhit bo'lishida, bolaga noto'g'ri yondashuv bo'lishida, o'ziga ishonmasligi, ba'zi bolalarda oddiy joyda ko'rinmagan narsa aynan o'sha muhitga tushganda ochiladi. Biz har bir bolani faqat baholar orqali baholashni noto'g'ri deb bilamizda. Shuning uchun o'quvchilarning fikrlashi, muloqoti, emotsional rivojlanishiga qarab dinamikasini kuzatib boramiz o'quv markazimizda. Ya'ni sizlar baho bermay, ularni qiziqtirib borasizlar har qanday yo'nalish. Qiziqtirib boramiz, rivojlanishini kuzatib boramiz. Rivojlanish dinamikasini kuzatib boramiz. Bola hozirga nisbatan qanchadir vaqt o'tgandan keyin qancha rivojlanyapti, o'sha narsani kuzatib boramiz. Uni bir-biri bilan solishtirib yo baho bilan baholashda unda bolaning qanday rivojlanishini yo o'ziga xosligini topish qiyin bo'ladi. Faqat baho uchun bo'lib qoladi, natija uchun bo'lib qoladi. Yana bir tarafi biza bolalarni nima o'ylashni emas, qanday o'ylashni o'rgatamiz. Bolalarning fikrlashiga, fikrlash dinamikasini ham tekshirib boramiz. Bu tekshiruvlar bir imtihon olinadi, har bir oyda imtihon olinadi. Bu tekshiruvlar hech kimga ko'rsatilmaydi. Bir-biriga solishtirish uchun emas bu narsa, faqat ota-onalarga ko'rsatiladi. Keyin qaysi bola qaysi tarafi nimaroq bo'lsa, kuchaytirish kerak bo'lsa, tavsiya beriladi-ki, imini o'sha yo'nalishga bolani yo'naltiramiz. Juda yaxshi, ko'p yaxshi yo'nalishlar tashkil qilibsizlar. Meni fikrimcha bitta kuchli mutaxassislar dars beradi. Meni fikrim o'sha mutaxassislaringni dars jarayonlarini men ham shu sohada bo'lganim uchun kelib bir ishtirok etib ko'rsam va o'quvchilarimizga mana shu kelib tillarni o'rganishlarini taklif qilsam. Rahmat, sizga juda katta rahmat vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Mana bizning eshiklarimiz siz uchun, o'quvchilaringiz uchun, o'qituvchilaringiz uchun har doim ochiq. Xohlagan paytlaringda даже biz mana ota-onalar uchun отдельно kabina qilib qo'ydikki, har bir xonamizda kamerasi bor. Kelib kuzatib, bolalarning kamerasini, ovozini ham, o'zini ham zaps qiladi. Kelib bolasi qanday o'rganyapti, qanday o'zlashtiryapti, ma'lumotlar qanday muomalada bo'lyapti bolalarga, shularni ham ko'rish mumkin. Shu qatorda sizga ham katta rahmat. Ya'ni xohlagan paytingizda kelasiz, bizning eshigimiz ochiq siz uchun. Albatta kelib, men o'quv mashg'ulotlarini kuzatib qatnashaman va bitta taklifim bor. Hozir men mana ko'p o'quv markazlarini hamchun shu soha kuzatamanda. Keyin biz mana ta'lim yo'nalishida ishlaganim uchun, o'quvchilar bilan ko'p ishlaganim uchun kuzataman. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, davlatimiz mustaqil bo'lganiga mana bu yil 35 yil bo'ladi. Biz 35 yillik mustaqillikni nishonlaymiz. Lekin bizani e'tibor bergan bo'lsangiz, farzandlarimiz hali mustahkam zaboniy davlatida gaplasha olmaydilar. Men shu o'quv markazlariga shuni taklif qilgan bo'lardimki, boshqa tillardan ko'ra ko'proq o'zimizni tillarni ham shu dars jarayonlariga qo'shib borsanglarda, bala o'zimizni tilimizni birinchi o'rinda mustahkam o'zlashtirsinlar, keyin chet davlatlarning tilini o'rgana oladi. To'g'ri, taklifim mana shu. Bu juda yaxshi taklif. Xudo xolasa buni ham asosan yo'lga qo'yamiz. Hozir tojik tilida darslarimiz bor, podgotовительный darslarimiz bor, maktabga tayyorlash. Bundan tashqari mana hozir olimpiadaga, tojik tilidan olimpiadaga bolalar tayyorlanishyapti kelib. Именно shu tojik tilini, aynan tojik tilini darsini yo'lga qo'yishni va'da beramiz sizga. Albatta, menga shu tojik tilida bolalarimiz juda ham ravon, chiroyli, o'zimizni davlatimizni tilini sevib, qancha chiroyli gapirsalar, keyin marhamat boshqa tillarni rivojlantirsalar. To'g'ri aytasiz. Rahmat. Ishlaringga omad, o'quv markazlaringga va kelgusi ishlaringga ulkan zafarlar tilayman va o'quv markazlaring yanada rivojlanishini tarafdoriman. Rahmat. Xush kelibsiz, rahmat.